Bugungi kunda nasiya savdolar ko'payib ketdi. To'g'rimi? Mashinani ham, imoratni ham, qurilayotgan ko'p etajli uylarni ham oyma-oyga bo'lib nasiya savdolar ko'payib ketdi. Imom Malikni katta shogirdlari Imom Muhammad Bag'dodga bordilar. Ulamolar u kishini huzurlariga kelib savol-javob qila boshlashdi. Shunda bir kishi u kishidan nasiya savdo haqida so'radi. U zot nasiya savdoning 80 ming xil turi bor dedilar. 80 ming xil ko'rinishi bor. Ulamolar u zotning javobidan hayratlanib, nahot bittagina nasiya savdoda shuncha xil ko'rinishi bor deganda u zot nasiya savdoning 200 ko'rinishini ularga aytib berdilar. Ular u zotga tasannolar aytishdi. Bugungi kunda mazkur savdo bilan, ya'ni nasiya savdo bilan mol olayotganlar, nasiya savdoga mulkini sotayotganlar, uyini, imoratini, mashinasini, shu hukmlardan xabaringiz bormi? Biror bir shubha aralashib qolmayotganiga ishonchingiz bormi? Buni juda e'tiborni qilishimiz kerak. Bu nima uchun? Bu xalqimizni halolligini ta'minlash uchun. Ertaga har bir holatga biz javobgarligimizni his qilishligimiz kerak azizlar. Bugungi kunda o'zi o'sha nasiya savdoga olgan molini yo mashinasini, imoratini ko'zi yetmaydi uncha. 100% ishonchi yo'q. Lekin nimagadir ishonib, gardanida katta bir qarzni oyma-oyga to'lashga olishyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom omonlikda bo'lgan jonlaringizni xavfga solmanglar dedilar. Sahobalar u nima ya Rasululloh? Omonlikdagi jonimizni xavfda qolishligi deganda qarzdorlik dedilar. O'zi tinchgina yuruvdi. Qotgan non yesa ham xotirjam edi ko'ngli, bola chaqasi ham tinch.